ketishi va uni uzoq vaqt davom etishi, 1 oylab davom etishi kabi holatlar kuzatilsa yoki ich ketish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, shifokorga boryapti, murojaat qilyapti, davolash kursini olyapti, lekin ta'sir qilmayapti. Ich ketish holati davom etyapti. Mana shunaqangi holatlar uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tdilar, limfa tugunlarini kattalash kabi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, bundan tashqari yana tana vazni qisqa vaqt davomida 10% miqdori va undan ko'p miqdorini yo'qotilishi kabi belgilar kuzatiladigan bo'lsa, sababsiz tarzda ozib ketish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, demak mana shu fuqarolarimiz darhol OITSga qarshi markazi mutaxassislariga murojaat qilib yoki tortinadigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tildi, o'sha joydagi hududdagi ishonch xonalariga yoki do'stona xonalar mavjud. Mana shunday ishonch va do'stona xonalarga murojaat qilib, o'zlariga kerakli tibbiy yordamni olishlari mumkin bo'ladi. Hammamiz gaplashib turibmiz.